Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazining faoliyati natijalari va uni yanada rivojlantirish rejalari yuzasidan taqdimot bilan tanishdi. Dastlab shu haqda. Mamlakatimizda milliy o'zlikni anglash, boy tarixiy ma'naviy merosimizni chuqur o'rganish, ulug' allomalarimiz ilmiy merosini xalqaro miqyosda keng targ'ib etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi esa ayni shu yo'nalishda milliy va xalqaro ahamiyatga ega zamonaviy madaniy ma'rifiy platforma sifatida shakllanyapti. Taqdimotda o'tgan davrda markaz tomonidan amalga oshirilgan ishlar haqida axborot berildi. Markaz joriy yilning 17-mart kuni muhtasham binoda rasman ish boshladi. 1-iyun holatiga ko'ra markazga 500 million nafar mahalliy va xorijiy tashrif buyuruvchilar kelgan. Kunlik tashriflar soni o'rtacha 6000 nafarni tashkil etmoqda. Shu davrda muassasaga 150 dan ortiq xorijiy delegatsiya va 2000 nafardan ziyod xorijiy mehmonlar tashrif buyurgan. Majmua tarkibida bolalar muzeyi tashkil etildi. Imom Buxoriy innovatsion muzeyining faoliyati yo'lga qo'yildi. Binoda Imom Moturidi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi joylashtirildi. Gid ekskursiyavodlar va nazoratchilar xizmati tashkil qilindi. Ilmiy va innovatsion yo'nalishda 810 ta loyiha amalga oshirildi. Bu ishlarda 2000 ga yaqin mahalliy va xorijiy olimlar ishtirok etdi. Markazda konferensiyalar, seminarlar, davra suhbatlari, mahorat darslari va kitob taqdimotlari tashkil etib kelinmoqda. Ushbu tadbirlarga bugunga qadar 5000 dan ziyod ishtirokchi jalb etildi. Madaniy merosni qaytarish va fondlarni boyitish yo'nalishida ham salmoqli ishlar amalga oshirildi. Jami 1000 dan ziyod artefakt O'zbekistonga qaytarildi. Markaz kutubxona fondi ham boyitilmoqda. Hozirgi kunda fond tarkibida 3000 dan ortiq nodir nashr mavjud bo'lib, 762 tasi imkoniyati cheklangan shaxslar uchun mo'ljallangan. Fond raqamlashtirilmoqda, elektron chiplar o'rnatilyapti. Muassasa faoliyatiga zamonaviy texnologiyalar va raqamli innovatsiyalar ham keng joriy etilmoqda. Mehmonlar uchun robot gidlar xarid qilindi. Multimedia va interfaol qurilmalar ekspozitsiyalarga joylashtirildi. Markaz dunyoning eng yirik islom sivilizatsiyasi muzeyi sifatida Ginnesning jahon rekordlari kitobiga kiritildi. Taqdimotda markazni yanada rivojlantirish bo'yicha kelgusi rejalar ham ko'rib chiqildi. Avvalo ilmiy tadqiqot va nashr ishlarini yangi bosqichga olib chiqish masalalari muhokama qilindi. Markazning ilmiy jurnalini xalqaro Scopus va Web of Skins bazalariga kiritish, ilmiy markazlarning yagona integratsiyalashgan platformasini yaratish, qo'lyozmalarning raqamli katalogini tayyorlash rejalashtirilgan. Diniy ma'rifiy sohadagi magistr va doktorantlar uchun islom ma'rifati stipendiyasini joriy etish, dunyoga mashhur olim va ekspertlarning kitoblari taqdimotlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Kelgusi bosqichda 20 ming nafar yoshlar, diniy ma'rifiy soha vakillari, jumladan imom xatiblar va otinoyilarni markaz faoliyatiga jalb etish ko'zda tutilmoqda. Madaniy merosni qaytarish bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar ko'rib chiqildi. Mazkur yo'nalishda jahon auksionlari, muzeylar, xususiy kolleksiyalar va xalqaro san'at bozorlarida O'zbekistonga mansub nodir artefaktlarni izlash, aniqlash, ilmiy o'rganish, ekspertizadan o'tkazish, muzokaralar olib borish va ularni vatanga qaytarish bo'yicha doimiy mexanizm yaratish zarurligi qayd etildi. Shuningdek, dunyo bo'ylab O'zbekiston madaniy merosini doimiy monitoring qilish, madaniy meros obyektlarining yagona raqamli ma'lumotlar bazasi va xalqaro reyestrini shakllantirish, Markaziy Osiyoda yagona bo'lgan zamonaviy ilmiy tadqiqot laboratoriyasini tashkil etish rejalashtirilgan. Bu borada Xitoy, AQSh, Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya kabi xorijiy mamlakatlarda saqlanayotgan O'zbekiston madaniy merosiga oid kolleksiyalar bo'yicha ham ishlar olib boriladi. Media va xalqaro targ'ibot ishlarini kuchaytirish rejalari ham muhokama qilindi. Islom sivilizatsiyasi, tinchlik, bag'rikenglik va ilm ma'rifat yo'li mavzusida birinchi xalqaro islom forumini o'tkazish rejalashtirilgan. Shuningdek, BMTning New York va Jenevadagi tuzilmalari hamda UNESCOning Parijdagi qarorgohida Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Moturidi va Imom Termiziy ilmiy merosiga bag'ishlangan maxsus taqdimotlar o'tkazish ham ko'zda tutilmoqda. Markaz taqdimotlarini ilk 5 ta davlatda tashkil etish, islomda ayollarning o'rni mavzusida xalqaro konferensiya va ko'rgazma o'tkazish, Oxford islom tadqiqotlari markazi, ISESCO, IRSIKA, Turksoy va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan qo'shma ilmiy ma'rifiy loyihalarni amalga oshirishga ko'rsatma berildi. Xorijiy jurnalistlar va xalqaro media tuzilmalar bilan hamkorlikni kuchaytirish maqsadida press turlar, xalqaro media klublar va media anjumanlar tashkil etiladi. Markaz brendini global miqyosda mustahkamlash uchun foto ko'rgazmalar, tematik taqdimotlar hamda xorijdagi diplomatik vakolatxonalarda davra suhbatlari o'tkaziladi. Shuningdek, Imom Buxoriy yodgorlik majmuasiga keluvchi ziyoratchi va sayyohlar
ziyoratchilar uchun yanada qulay sharoitlar yaratish, tashriflarni tartibli va mazmunli tashkil etish, ularga axborot va gid xizmatlarini ko'rsatishni takomillashtirish masalalari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari takliflarni ma'qullab, Islom sivilizatsiyasi markazi xalqimizning boy madaniy merosi, ma'rifatparvarlik an'analari va yangi O'zbekistonning ma'naviy yuksalishini dunyoga namoyon etadigan maskan bo'lishi zarurligini ta'kidladi. Mutasaddilarga markaz faoliyatini tizimli rivojlantirish, ilmiy tadqiqot va nashr ishlarini kengaytirish, madaniy merosni qaytarish bo'yicha doimiy mexanizm yaratish, muzey fondlarini boyitish, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda xalqaro media targ'ibotni yangi bosqichga olib chiqish yuzasidan topshiriqlar berildi.